Mana shu nima deb o'qiladi? Jotto deb o'qiladimi, Gyotto deb o'qiladimi? Bilmayman. Seul Moonga kelgandim mana bugun. Mamuttigilardan oilam bilan yaxshi настроенiyada choy ichamiz deb kelgandim. Agar o'zbek bo'lganligim meni aybim bo'lsa bilmayman. O'rus kirsa shunaqa chopqinlab boryapti mana ofitsiantlar. O'zbek bo'lib men oilam ro'molda, misol uchun qizim, ayolim bir tinga olmayapti. Keyin men bu yoqdan o'g'limni jo'natdim. Bor ofitsiant chaqirgin desam, ofitsiantga borib o'tirib tur ukam debdi. Sansirab o'tirib tur ukam hozir boradi. Yana 10 minut kutdi, 10 minutda ham kelgani yo'q. Menejeri chaqirdim, bitta o'rus keldi. Unga gapiryapman. Men o'zbekcha gapiradigan odamni chaqirsam, men tushunaman dedi. Tushuntirdim endi amalda. Nima bu? Nima o'zbeklar O'zbekistonda shunchalik o'ruslardan battar xor bo'lish kerakmi? Kim bular? Qayerdan kelgan bular? Osmondan tushganmi? Nima aybimiz bizani o'zbek bo'lganimizmi? Chiqib ketdim keyin oxiri. Pitsenga ham yana pitsa zakaz qilamiz, pitsa pechki ishlamayapti kerak.